shahardan 2 yoki 3 kilometr uzoqroqda joylashgan juda ham shikarli ikkita sizga hovli topib qo'ydim. Juda ham zo'r, kompaktli va chiroyli remont qilib qo'yishgan. O'z birgalikda ishlarini ham ko'ramiz. Qani, bismillah, yangi xonadoningizga marhamat. Xonadonimizni hovlisiga shunaqa chiroyli gulzorchasi bor. Bu yerda o'zingizga kerakli ko'chatlarni eksangiz bo'ladi va bu yerda mashina qo'yish uchun kattagina joy bor. Derazalarni yaxshisidan o'rnatilgan va devorlarni hamma joyi travertin qilishgan. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli kirpichli fasadga bo'yab qo'yishgan. Birinchi etajimiz juda ham qulay. Xo'p, bu yerda jami 3 ta xona bor. Birinchi xonamizga kiradigan bo'lsak, bu yerda zal uchun joy qilib qo'yishgan, juda ham katta va shinam qilib qo'yishgan. Va bu yerda menimcha oshxona uchun joy qilib qo'yishgan. Oshxonadan keyingi xonamiz esa bu yerda ham kattagina joy bor va ichkarida sanuzul uchun joy qilib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek birinchi etajimiz bo'ldi. Endi esa ikkinchi etajga o'tamiz. Ikkinchi etajda jami 4 ta xona bor. Mana bu yerda birinchi xonani ko'rishingiz mumkin. Shundagina derazani oldiga quyosh tushib turadi va koridorida shunday chiqqaningizda sanuzul uchun va hojatxona uchun shunday joy qilib qo'yishgan. Bundan tashqari mana bu yerda ikkinchi xona bor. Masalan, birinchisini detskiy va bunisini spalniy qilsalar ham bo'ladi. Bu yerda ham yaxshigina, kattagina joy bor. Bu yerda ham deraza joylashgan, shundagina quyosh tushib turadi va yon tomonda sanuzul uchun joy qilib qo'yishgan. Ular juda ham kompaktli, uyni remont qilingan, arxitekturasi ham chiroyli chizilgan. Va mana bu yerda 3-xonamiz bor. Bu xonadan to'g'rigina balkonga chiqsangiz bo'ladi. Chiroyli atmosferani tomosha qilsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Balkonda ham juda ham kattagina joy bor. Bu yerda ham o'zingizga kerakli biron joyni qursangiz bo'ladi. Balkonga chiqib, to'g'ringizdagi Yangi O'zbekiston qurilishini ham shunday ko'rsangiz bo'ladi. Xullas, uyimiz juda ham shinamgina joylashgan. Hozir keyingi xona va 3-qavatni ham ko'ramiz. Bunisi esa 2-etajni hovli tomondagi xonasi bo'ladi, ya'ni 4-xonasi. Endi esa 3-etajga o'tamiz. Bu yer 3-qavat, tomni pastki joyini ham shunaqa kattagina joy qilib qo'yishgan. Ko'rib turganingizdek, shu xonadonimizni yon tomonidagi turgan kottejimiz ham xuddi shu proyektda chizilgan va shu proyektda qurilgan. Xohlasangiz shunisini, xohlasangiz unisini ham olishingiz mumkin. Yoki ikkita aka-ukalar yonma-yon turib, yoki ikkita yaqin do'stlar yonma-yon turib qo'shni bo'lishingiz ham mumkin. Xullas, xonadonimizni bunisining narxi $67,500. Narigisining narxi, ya'ni yon tomondagisining narxi $66,000 deyapti. Keling, agar profilimizdan ko'rib kelsangiz, yana chiroyli qilib, yaxshi narxlarda qilib beradilar. Bu videoni aka-ukangizga yoki qo'shni bo'lmoqchi bo'lgan eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying.